Bolalar, hormanglar, yaxshimisizlar? Tinchmisan? Suymisizlar? Charchamasdan. Bormisan? Rahmat. To'y boshlab qo'ydik. Alloh xayrli qilsin. Xudo xolasa o'tasizlar. Xizmatda bo'lamiz. Bizga nima xizmat? O'tsalaringiz bo'ldi. Xursand bo'lamiz. Xudo xolasa. Ozdan shoshib turdim. O'tarsizlar, esdan chiqmasin. Xudo xolasa. Xo'p. Sog' bo'linglar. Boramiz. Iye. Tushunmadim. Nima qilganing bu? Men to'y qilganimda hurmat qilib uyiga borib qo'liga xat bergandim. Ha buchi, yo'l-yo'lakay shunday qo'limga xat berib ketyapti. To'g'ri kelaveradimi? Ha, shunaqa degan. Bu nima? Telefon. Ha, telefon. Insonlarni uzog'ini yaqin, og'irini esa yengil qiladigan Allohning ne'mati. Sani-ku qo'lingga xat berib aytib ketishdi. Mana shu Telegram orqali aytishyapti. Men boraveryapman, biror joyim kamayib qolmayapti-yu. To'y qilayotgan inson har xil vaziyatda bo'ladi. Allohning ne'matidan foydalangani senga kifoya qilinmaydimi, do'stim? Yaxshi gumonda bo'lavergin, do'stim. Do'stim havolanib ketma o'zingdan. Tog'larni